Diniylik va dunyoviylik borasida so'z ketar ekan, uzoqqa bormaylik. Asrlar davomida butun dunyo tomonidan alohida e'tirof qilinib kelinadigan islom sivilizatsiyasiga bir e'tibor qilaylik. Islom sivilizatsiyasi nomi bilan mashhur bo'lgan bir davr, ya'ni ilk o'sha 8-9 milodiy 8-9-10 asrlarga bir e'tibor qiladigan bo'lsak, biz musulmon olimlari tomonidan diniylik va dunyoviylik masalasiga qanday e'tibor qilinganligi va dunyoviy ilmlarni egallashga bo'layotgan e'tiborni bir o'ziga xos namunasini ko'rishimiz mumkin. Musulmon olimlari tomonidan nafaqat diniy fanlar bilan bir qatorda dunyoviy fanlarni chuqur o'rganilganligi va uning natijasida bir qator asarlar dunyoga kelganligini, xususan ko'pgina olimlar o'zlarining asarlari bilan bir qancha fanlarning yanada rivojlanishiga, bir qancha fanlarning tamal toshi otilishiga o'zlarini alohida hissa qo'shganlarini ko'rishimiz mumkin. Birgina Al-Xorazmiy, Ibn Sino va Farobiy, Roziy kabi bir qancha allomalarni hayotiga bir e'tibor qilsak, ular nafaqat diniy fanlar va shu bilan bir qatorda dunyoviy fanlarni o'zaro uyg'un holda olib borib, dunyoviy fanlarning rivojiga o'zlarini juda katta hissalarini qo'shishdi. Va shu bilan bir qatorda dunyoviy fanlarni, xususan o'sha tibbiyot deymizmi, falsafa deymizmi yoki boshqa geometriya, algebra fanlari, matematika fanlari deymizmi, mana shu fanlarning o'ziga xos bir o'z davrida tamal toshini qo'yishdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va shu o'rinda bir narsani alohida qayd etib o'tish kerak. Diniy fanlarni naqadar bir muhimligini, diniy fanlarni o'rganishini va umuman din sohasida, diniy sohada faoliyat olib borayotgan shaxsning mas'uliyati nihoyatda og'irligini Ibn Sinoning o'sha mashhur Kitabut Tib nomi bilan mashhur bo'lgan tabobatga doir kitobining muqaddimasida keltirilgan bir ajoyib fikrdan ko'rishimiz mumkin. Olim kitobining muqaddimasida yozar ekan, shunday deydi: men tabobat ilmiga kirishishdan oldin kalom ilmi bilan shug'ullanmoqchi bo'ldim deydi. Kalom ilmi bilan shug'ullanib bu borada asarlar yozishni niyat qilgan edim deydi. Va umuman aqida ilmida o'ziga xos bir asarlar yozishni yoshligimdan bir reja qilgan edim deydi. Lekin men bu fikrimdan keyinchalik qaytdim deydi. Negaki kalom ilmi nihoyatda mas'uliyatli, aqida ilmi nihoyatda mas'uliyat talab qiladigan bir fan ekanligini hisobga olgan holda men fikrimdan qaytdim deydi. Agar kalom ilmida biror bir xatoga yo'l qo'yib bu narsani o'zimni asarimda aks ettiradigan bo'lsam va keyinchalik uni kimdir o'qib shunga amal qiladigan bo'lsa va bir qancha odamlarning men adashishiga sababchi bo'ladigan bo'lsam, bu menga oxiratda og'ir bir holatlarga sababchi bo'lishi mumkinligini o'ylab men kalom ilmi bilan shug'ullanish fikridan qaytdim deydi. Va shu bilan bir qatorda keyinchalik fiqh ilmi bilan ham shug'ullanmoqchi bo'ldim deydi. Lekin fiqh ilmi bilan shug'ullanish fikridan ham qaytdim. Chunki fiqh ilmi orqali men biror bir xatoga yo'l qo'yib qo'ysam-u, mana shu xatoyim natijasida bir qancha musulmonlarning ibodatlariga nuqson yetadigan bo'lsa, ibodatlari darz ketadigan bo'lsa, keyinchalik mana shu narsa mening oxiratim uchun ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkinligini inobatga olib, fiqh ilmi bilan shug'ullanishni ham o'zimga lozim topmadim deydi. Va men oxir oqibat tabobat ilmi bilan shug'ullanib, aynan mana shu tabobat ilmiga doir bir asar yozishni niyat qildim deydi. Chunki agar men tabobat ilmini o'rganib, tabobat orqali biror bir insonga biror bir zarar yetkazib qo'yadigan bo'lsam, o'sha insonga faqatgina biror bir xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsam, birgina insonga zarar berishim mumkin ekan deydi. Va birgina insonga bergan zararimdan olgan xulosam natijasida bir qancha insonlarning dardiga shifo bo'lishi mumkin ekanligini anglab yetdim va tabobat ilmiga doir asar yozishni niyat qildim deya mana shunday bir go'zal bir o'zini tabobatga doir kitobining muqaddimasida o'zini fikrlarini bayon qilib ketadi. Darhaqiqat diniy fanlarning naqadar bir muhim, bir mas'uliyatli fanlar, umuman diniy sohaning naqadar bir mas'uliyatli soha ekanligini Ibn Sinoning mana shu ta'biri orqali ham bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Va umuman nazar tashlaydigan bo'lsak, barcha olimlarimiz faoliyatlarida diniy fanlar bilan dunyoviy fanlarni o'zaro uyg'un tarzda olib ketganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu nuqtai nazardan ham har bir narsaga e'tibor qiladigan bo'lsak, umuman allomalarimiz hayotiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu borada nihoyatda bir o'ziga xos bir mo'tadil bir yo'l tutilganligini, o'rta yo'l tutilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.